Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahrida 4 qavatli domimizning 3-qavatida 2 xona sotib olib qo'yildi. Eshiklarimiz yaxshisidan qo'yilgan ekan. Toza remont etib ekan. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz video obzorimizni. Koridorimiz, devorlarimiz toza fon qilingan. 2 xona kotyoldan ega. Bu yerimiz samozel. Issiq, sovuq suv, gaz svetida muammo yo'q beriladi. Jo'rabek salonining temir gamburgning orqasindamiz. Yo'lga yaqin kotyolimiz yerda joylashgan. Yerimiz oshxona. Oyoq kiyimimiz 100% gilam bilan döşelingan. Birimiz zal. Bu yan tarafimizda bekli balkondan ega. Yandan bir oturadigan mesta qilib qo'yibdilar ekan. İşini tapsan qilib. Devorimiz kafer qilingan ekan. Konditsioner ham qo'yilgan. Bu yanimiz spalni. Bahasına keladigan bo'lsak 330 million so'm. Yurtdoshlar ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.